Sanjar aka soch qanaqa olamiz aka? Xudo xolisa videolaringizni ko'rdik mana. Hammani o'zgartirdingiz. Bizani o'zgartirib bersangiz bo'ldi. Yoshingiz nechida o'zi? 47 ga chiqdik. 47 bo'ldi. Bugun sizni 37-35 yosh qilamiz, xudo xolasa. Odatda sochni menimcha kalta qilib yurasiz, Sanjar aka? Kalta qilib yuraman. Bo'ldi. Tepalarini bu safar kalta qilmaymiz, yo'llarini yuz tuzilishingizga moslab kaltalab beraman. Orqalari ham bu yoq o'rama tomoningiz to'kilganning hisobiga hammanikida sizniki ham bu yoq qalin ko'rinib qolgan. O'sha qalin joylar bilan ishlaymiz, yo'llarni. Soch rangiga keladigan bo'lsak, o'zingizni tabiiy o'sha sochingizni rangidan qilib beraman. Qosh ko'zingizdan moslab, xudo xolasa. Faqat siz o'zgarishga tayyor bo'lsangiz boshlayman. Bo'ldi, tayyormiz. Tayyormisiz? O'zgartirib bersangiz bo'ldi. Bo'ldi. Qalay bo'ldi. Dahshat. Siya qilganmiz, nima biron? Ya yoqdimi rangi? Umuman boshqa odam bo'lib qoldimmi? Bir qattoni bir avtobusga chiqdim. Mana 10 yosh katta odam menga joy beryapti. O'sha asabim buzilib oxiriga keldim, o'zgarmasam bo'lmaydi deb. Bo'ldi, siz joy berasiz, Sanjar aka. Men joy beraman endi. Yoqdimi soch? Ha, dahshat. Yoqqandan xursandman. Salomat bo'ling.